Hammaga salom, YouTube ahli. Bugun sizlar bilan men grandmine.uz serverida kuchayishga harakat qilaman. Qani, unda let's go. Birinchi o'rinda bizda rare drop bor edi va men uni loot qilmoqchi va menga teammateim tepa tashladi va men u tepani qabul qildim. Mana men aydan olgan lootlarim. Bu esa mening teammateim olgan aydan lootlar. Va bu yerda bizda yana bitta ay paydo bo'ldi va men ham u ayga bormoqchi edim. Mayli, endi kayfiyat cho'ktirmaymiz va men teammateim ham aytdi, ayga o'zim olib boraman dedi. Va shu payt mana biz ham ayga yetib keldik, lekin ammo biz ayga sal kechikkanimiz uchun ikkita odam uni loot qilib bo'lishdi va Fenix o'ziga qarshi 2-1 PvP qildi.